Assalomu alaykum. Hayit bayram muborak bo'lsin hammaga. Kechmisizlar, salomatmisizlar? Ikkinchi marotaba gamburasini beryapmiz jo'jalarimizga. To'yxonalarimizni o'zgartirish kiritdik. Tepalarga o'sha aytganimizdek ventilyatorlar qo'yyapmiz bir boshdan. Ichki ventilyatorlarni. Bu ikkinchi partiya lomin sendilarimiz. Bitta istasalar dominantlar bordi, hozir remont qilib bu tomonga o'tkazdik. Bitta dominantlarimiz tugagan. Bular sotuvda. Bu dominantlarimiz sotuvda, sendilarimiz zakaz. Dominantlarimiz mana sotuvda, ventilyatorlar qo'yib kelyapmiz. Narigi tovuqxonamizga polni qo'yib bo'ldik. Bekka yana ikkita bor. Shu narigi sendilar ustiga qo'yamiz. Yangi joyga mana o'tib olishdi bular. Dominantlarimiz sotuvda ekan. Dominant Krasniy Red, Sussex D104. Bu ham dominant. Tuxum va go'sht yo'nalishdagi jo'jalarimiz. Qizilidan ko'p emas, 500 ta qo'shtirganman, oqidan bor. Zakazlar bo'lyapti, olyapmiz. Hali bor zakazimizda joyimiz, bo'sh o'rin bor. Aloqaga chiqaverasizlar. 10 kunligi hammasi makon 25 ming, 1 oyligi 30 ming. Hammasi makon. Hozir bularga ham vaksinani beramiz. Suv turishibdi. Telefon nomerimiz 90lik 293 89 49. Vaksinadan keyin albatta vitaminli suv beriladi. Biz vitaminli suvni B kompleks vitaminli suv beryapmiz. Suv idishlar hamisha toza turishi kerak, mana ko'ryapsizlar. Simlarni tortib qo'ydim. Bekkaga ham ventilyator qo'yiladi. Mana bu narigi to'yxonamizga yetib keldim. Ventilyatorlar qo'ydik dedik. Patoloshni. Mana hozir o'chirdik. Kechqurun o'chirib qo'yapmiz. Bekka 4 ta qo'ydik. Yana 4 ta monoryadga ham qo'yamiz. Faqat 3 ta oxirgi o'tga bitta, 2-3 ta qo'yamiz. So'rg'ichga bitta qo'yamiz. O teshikka. Bu lomin sendilarimiz hammasi zakaz. Kechki yemini yeyishyapti. To'g'cha shakliga kirib qolishyapti.
Hammasi yemda. Zo'r holat.